2026 yilgi yangi Chevrolet Malibu. Bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni o'zida mujassam etgan premium darajadagi sedan. Yangi avlod Malibu tashqi ko'rinishida yanada jozibador va sport uslubida yaratilgan. Old faralari LED texnologiyasida bo'lib, avtomobilga o'tkir va zamonaviy qiyofa beradi. Orqa qismini esa keng chiroqlar va aerodinamik shakllar bezatib turadi. Salon ichida yuqori sifatli materiallar, keng joy va zamonaviy multimedia tizimi mavjud. 12 dyuymli sensorli ekran orqali haydovchi barcha funksiyalarni boshqarishi mumkin. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari ham qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, ichki salon akustik izolyatsiyasi yaxshilangan. Bu esa yo'l shovqinini deyarli sezilmaydigan darajaga tushiradi. Dvigatel qismi ham yangilangan. Malibu 1.5 litrli turbo dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va kuchli dinamikasi bilan ajralib turadi. Transmissiya 8 pogonali avtomatik tizimda ishlaydi. Bu esa yurishdagi silliqlikni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari orasida avtomatik to'xtash tizimi, yo'lni ushlab turuvchi yordamchi, orqa kamera va kor joyini aniqlovchi sensorlar mavjud. Malibu shuningdek, adaptiv kruz nazorat tizimi va old to'qnashuvni ogohlantiruvchi funksiyalar bilan jihozlangan. 2026 Chevrolet Malibu oilaviy haydovchilar uchun qulay, ammo zamonaviy dizayn va texnologiyani qadrlovchi foydalanuvchilar uchun ham ideal tanlov. U yo'lda nafaqat qulaylik, balki ishonchlilik va uslubni ham ta'minlaydi. 2026 yilgi yangi Chevrolet Malibu. Bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni o'zida mujassam etgan premium darajadagi sedan. Yangi avlod Malibu tashqi ko'rinishida yanada jozibador va sport uslubida yaratilgan. Old faralari LED texnologiyasida bo'lib, avtomobilga o'tkir va zamonaviy qiyofa beradi. Orqa qismini esa keng chiroqlar va aerodinamik shakllar bezatib turadi. Salon ichida yuqori sifatli materiallar, keng joy va zamonaviy multimedia tizimi mavjud. 12